mijozlarimiz navbatdagi hafta rejalashtirilgan mijozlar bilan uchrashuvimiz bo'lyapti. Bugungi mavzumizda tadbirkorlarga yangi yaratish maqsadida muhtaram Prezidentimiz Nursulton Nazarboyev qaror chiqqan. Shular haqida ma'lumot beriladi hamda bank kartalarimiz tadbirkorlar uchun bank kartalari ularga olinadigan vositalar haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Bank tariflari bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'zimizda Birjang markazida bank tariflari 5 ta kartalarimiz bor. Ayni o'sha tadbirkorlar uchun kartalar mijozlar uchun abollar uchun alohida tariflarimiz mavjud. Yangi ochilgan tadbirkorlar uchun birinchi bo'lishlash uchun nol tariflarimiz mavjud. Bunda bank xizmati tizimlaydi. 6 oygacha shu mijoz o'zini tiklab olmay qolib, unga avvalgi nisbatda bank tariflari nosida beriladi. Mijozlarimiz bo'yicha amalida 1 milliard va 10 milliard kapital ko'rsatadiganlar uchun kontrakt tariflarimiz bor. Bu tariflarni 0% bilan bank tariflari qo'yib beriladi. Bundan tashqari bankimizda omonatlarimiz bor, ba'zi kartochkalarimiz bor. Ba'zi kartochkalarimiz variantlari va milliy ilovamiz bor. Qilsalar bu uning ichida 100 dan ortiq uslubalarimiz bor. Soliq to'lovlari, kommunal to'lovlar, gaznochistvo to'lovlari, har xil to'lovlar mavjud. Hukumat kreditlar bo'yicha gap ochib bo'lsak, mana Prezidentimizning bir qator qarorlari chiqdi. Tadbirkorlarni o'zimiz banklarga kreditlar berish, shu kreditlarni qo'llanilgan ish o'rni yaratish bo'yicha qisqacha bosh botir muzokarada ma'lumot beradi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana yuridik shaxslarni kreditlash haqida birinchi boshlaylik. Yuridik shaxslar kreditlash boya aytib o'tdi. Yangi ochilgan mijozlarga tariflarimiz 0% deydi. To o'zini ishini boshlab olguncha bank xizmatlari olmaydi. Oyiga 30 ming so'mlik abonent to'lovi bor. Keyin yuridik shaxslar kreditlashda naqd pulda beriladigan kreditlarimiz ham bor. 26% dan 5 yilga beriladi. Buni rashodni shotiga tashlab beramiz, xohlagan joyga ko'chirishi yoki bo'lmasa chek bilan kassadan naqd olib ishlatilishi mumkin. Bu yangi savdo ochgan tashkilotlarga juda ham asqotadi. Misol uchun bozordan olib kelib shu atrofda sotadigan tadbirkorlarimiz bor, ularga kerak. Undan tashqari 212-qarorga asosan kreditlar beramiz. 100 milliongacha so'mni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash fondini kafilligi bilan beramiz. Keyin 61-qarorga asosan kreditlar ham beramiz. Ya'ni firmani yangi ochgan bo'lsa, institut bitirib kelgan aka-ukalarimiz yoki o'g'il qizlarimiz bo'lsa, o'shalar o'zlarini nomiga firma ochgan holatda ularga ligatni tarifda kreditlar beriladi. 20%. Bu bino inshoot sotib olish, rekonstruksiya qilish yoki savdo oborotiga ham olish mumkin. O'sha maqsadiga qarab yillari belgilanadi. Bu yuridik shaxslar kreditlash. Jismoniy shaxslar kreditlash ham avtokreditlarimiz ham juda turlari ko'p, 0%gacha ham bor. Kia, Haval, Chery avtomobillari, o'zimizda avtotransport vositalarimiz bo'lsa, boshlanish to'lovi 25% ili 40% to'lagan holda olishlari mumkin. Keyin xalqaro pul o'tkazmalari, milliy ilovani boya aytib o'tdi. Chet eldan pul jo'natmalar bo'lsa, kimnidir qarindoshlarini, farzandlarini chet elda ishlayotgan bo'lsa, pul jo'natganda shanba yakshanbasini bemalol ilovadan o'shani kartangizga tushirib olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Qulayliklar. Yoki bo'lmasa bankka kelganda ko'rib turibsizlar, mijozlar oqim bizada ancha kam. Navbat kutmasdan xalqaro pul o'tkazmalar olishlaringiz mumkin. O'zdan 21%gacha bor. Ilova orqali qo'yishingiz mumkin. Uni kimda o'zingiz masofadan turib boshqarib pul ustiga qo'yish yoki olish amaliyotlarini qilyapsiz. Kreditlar 100 milliongacha ilova orqali berishingiz mumkin. Vizani turlari bor. Undan ortiq turli vizalar bor. Vizalardan foydalanishlari mumkin. Bizning mijozlar asosan shu distansion obsluživание bilanda masofadan turib ishlaydi. Aksar mijozlarimiz shu uzoq masofaga turganimiz uchun bankka kelmasdan ishini bitiradi.